Bizni Terranova sostavda eshitganlar biladi. Laqabimiz Pilisos. To'y-po'ylarga borsa, to'yda o'pirib chiqib ketamiz. Bir kun bitta akamiz bizni to'yga aytdi. Juda katta xato ish qildi. Ukalar dedi, xizmatga o'tarsizlar dedi. Xizmatga dedi. Ha biz ham bilamiz, o'zi xizmat qilamiz o'jalar. Bo'lib ham biz qilaylik-da xizmatni. Hali bolalar bilan xursand bo'lib ketdi. Anchadan beri bizni hech kim to'yga aytmay qo'ydi-da, bu to'taqlar Rizqulu deb at qo'yib qo'ydi bizga. Rizqulular kelyapti, dastonni yig'ishtirish, hozir mana shu yerda ham o'pirib chiqib ketadi deb, ashuna qilib katta tog'alar ham gapirardi hatto. Ana Rizqulular kelyapti, yig'ishtirish qilib qolishadi to'yxonalarga kelsa. Bo'ldi akajonim, o'tamiz qildikda. Plan tayyor. To'y bo'lishidan 10 kun oldin plan tuzib qo'yamiz jalab. Isirada bitta oshnam soladi, kuyov bolani qo'liga men suv quyaman, poyondoz bittasi tolashadi, yerga chachilgan hali dang'ir-dung'irda yerga chachilgan pullarni bitta oyoq qo'li chaqqan oshnam bor-da, endi yoshligida bilmayman. Basketbolist bo'lganmi, futbolist bo'lganmi, juda oyoq qo'li chaqqan. Haligi pullar chachadi-yu, to'yda o'yinlarga tushib pul chachadi-yu, jalab havoda yig'adi-da, buyunami gazga, havoda yig'adi. Shunday irg'ib yig'adi-da pulni. Voy, bular o'zi planlarimiz tayyor, hamma yo'q qilyapmiz, to'yga bordik. Bizi komanda kapitanimiz ham bor, ismini aytmayman, endi ismini aytsam, erta yili Anjanga borsam rosa uradi meni. Yaqin aka. Paketlarga o'zi dasturxonlarda o'pirishni boshlayapmiz. Pilisoslarimiz saboy, takka kisegda. Shunday kelamizda, shunday qopni ochamiz, hali paket bo'ladi, 1 so'mlik salapan deydimi? Shuni o'piramiz, chiqib ketamiz. Shunday o'piramiz, chiqib ketamiz. Orqada bitta Matizimiz turadi. Bitta oshnamizni uydagilari Rossiyaga ishlaganiga ketgan, uyi bo'm-bo'shda. Keyin hali kapitanimiz keldi, biz oldimizga kuzirimiz keldi-da. Senlar dedi, mana qilib, ha deb bitta stilni qo'llashaverma dedi. Nima qilamiz desam, "O'no omborga kirishsen" dedi, bitta qop bor dedi. Ash qopga solish, katta qop bor ekan. Hali qop ham oddiy, hali qum soladigan qoppas, katta buyuni amigasiga ayiq ham sig'adi haligi qopga, ayiq. Ashinga to'plash dedi. Kichkina salapanlarimiz, hali 1 so'mlik salapanlarimiz bor edi-da. Bajalab deyapmiz. To'yga borib, qo'liga suv qo'yib, isira solib, havodagi muallaq turgan pullarni terib jalab. Foydada chiqib, kamiga qozon tovoq kapkir qoldi, xolos hamma yo'lda o'pirib, haligi oshnamiznikiga borib, 1 hafta bearmon yashabmiz jalab. Puli bor, yemoq ichmoqdan g'am yo'q jalab. 1 hafta bearmon yashadik jalab.